Meni olib ket degan joyidan mana turishini qarang, bular turishini mashalloh. Qadrli obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bundan keyin 80 bosh 100 Rossiyada kelgan toza Greenford buqalar bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bitta mana bunaqa qo'ng'ir ko'l, bitta mana bunaqa oppog'idan va bitta semental gibridimiz bor. 3 ta alohida. Avvalambor assalomu alaykum qadrli chorva mix obunachilari YouTube va buqa albatta chorva ishqibozlari. Qadrli obunachilar, videolarimiz boshidan bitta like tugmani bosib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya, ya'ni obuna tugmachasi turibdi. Shuni bosib obuna bo'lib qo'ysalar, inshaalloh biz qo'ygan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Qadrli obunachilar, yurishini qarang, yurishini bulardi. Men 3 ta buqani olib ko'rsatib olamiz. Rangi boshqalar uchun alohida ko'rsatyapmiz. Bundan keyin 80 bosh 100 to'qonlari ham bor, shoxlisini ham suyagi buzuq Greenfordlarni zo'rlarga ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ular mazza qilib tomosha qilinglar mana. Bittadan like tugmani bosib qo'yinglar obunachilar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana turishini qarang, turishini. Mashalloh. Sekin endi Greenfordlarni ko'rsatamiz. Hamma buqalarni ko'rsatib keyin narx-navolar chiroyli qilib aytib o'tamiz. Mana bularga qarang, qadrli obunachilar, mana 80 bosh 100 Rossiyadan kelgan Greenford buqalar. Qadrli obunachilar, shoxligi ham bor, shoxsizi ham bor. Lekin shoxli bo'ladimi, shoxsiz bo'ladimi, ko'p videolarda aytaman, mol o'zgarsin. Siz aytgan kilani, siz aytgan tonani bersin bo'ldi. Mana bularni qarang. Mashalloh. Tronina degan joyidan mana tuxumbosh 100 xudo xolasa Greenfordlar. Qadrli obunachilar, hafta kunlarimiz bugun 4-mart seshanba 2025-yil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pichoqoy mahallasida o'sha sizlar bilgan Muhammadjonning fermasidamiz. Semental gibridlar bor, turishini qarayman buni. Mashalloh, turishini qarang. Mana bunaqangi zo'rlardan ham bor xudo xolasa sementallarda. Qadrli obunachilar, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pichoqoy mahallasi Muhammadjonning fermasidamiz. O'sha optimchi arzonchi Muhammadjonning fermasida. Hafta kunlarini aytdik, seshanba 4-mart 2025-yil. Har doimgidek an'anaga sodiq qolgan holda buqalarni chiroyli qilib avvalos ko'rsatib olamiz. Birma-bir skrinshotga osonroq bo'lishi yaxshilab ko'rsatib olgandan keyin narx-navolarni aytib o'tamiz. Mazza qilib buqalar bitta-bitta ko'rsataylik, keyin narx-navolarni aytib o'tamiz. Men ungacha sizlarga ma'lumotlarni berib turaman. Mana bularga qarang. Xo'p, qadrli obunachilar, yana buni davomi bor. 300 bosh xudo xolasa davomi inshaalloh kelish kerak. Yaqin kunlarda u ham kirib keladi 300 bosh. Bu yoqda mana 80 bosh 100 xudo xolasa Rossiyada kelgan Greenfordlar bor. Xo'p, bular qadrli obunachilar, eng yaxshi tomoni sizlarga hammasi oqsildan chiqqan. Inshaalloh sizni yuzga borib oqsil bo'lmaydi. Hammasi oqsildan chiqqan, lichinalari qilingan, soppa sog'lom yeb-ichib turgan mollar. Oborasiz, olasiz, boqasiz. Mana bular ketishini qarang. Orqalaridan, oldilaridan ko'rsatib qo'yaylik. Birma-bir mazza qilib tomosha qilib olinglar, keyin narx-navosini aytib o'tamiz. Mana bularga qarang mana. U tomondan, bu tomondan buqalar mana kelaveradi xudo xolasa. Bitta skrinshot qilsalaring ham bo'ladi. Eng muhim tomoni onlayn savdo bor. Va dastavka butun O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Qoraqalpog'istondan olasizmi, Xorazmdan olasizmi, bu yog'i vodiy bo'ylab O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Telefon qilaverasizlar. Onlayn savdolar ham ishlayapti, qadrli obunachilar. Onlayn savdolar ham bor. Mana bularga qarang, mashalloh, mana ketishini qarang, ketishini. Onlayn savdolar ham bor. Ekran ostiga telefon nomerlar qo'yib ketamiz. 3 ta telefon nomeri qo'yamiz. 24 soat uchalasi ham ishlayveradi. Aloqaga chiqarasizlar. Bemalol qadrli obunachilar, mana onlayn savdoda ham ish bo'laveradi. 10 ta olsangiz ham, 5 ta olsangiz ham, 3 ta olsangiz ham yoki hammasini bir joyga olsangiz ham onlayn savdolar xudo xolasa bor. Xo'p, narx-navolarga o'tamiz mana. Buqalarni qo'ldan kelgancha ko'rib olaveringlar. Skrinshotga ham osonroq bo'lishi uchun chiroyli ko'rsatyapman alohida. Eng pastiga mana buqalar turishini qarang. Eng pastiga qadrli obunachilar 15,5 million so'm qo'yiladi. Balantiga tanlab olaman ichidan deganingizga 19 milliondan ichidan eng zo'rini tanlab olasiz. 15,5 milliondan 19,5 million so'mgacha buqalar bor. Mana qadrli obunachilar, narx-navolarni ham aytdik. Xullas, narx-navolar mana shunaqa. Mazza qilib mana tomosha qilaverasizlar. 15,5 milliondan 19 million so'mgacha buqalar bor. Dastavka O'zbekiston bo'ylab bor.
Asosan buqalarning ichida qanaqa narx ko'proq degan aka-ukalarimizga 17, 18, 18,5 ga buqa ichida ko'proq. Aksariyat buqalar ashunaqa narxlarga buqalar ko'proq. 17, 18, 18,5 buqalar ko'proq mana. Onlayn savdolar ham ishlayapti. Aloqaga chiqaverasizlar, qo'ldan kelganicha qilib beriladi. Albatta kanalga shunday obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizga bittadan like gumbulatni bosib qo'yaverasizlar. Biz ba'zilar aytadi, akalar, like nimaga kerak deganlar bor. Siz masalan uchun buqa olmassiz, faqat qiziqishga nima deydi, qiziqishga ko'rayotgandirsiz. Like bossangiz, video ko'proq insonga tarqaladi va kimdir buqa olishiga sababchi bo'lasiz. Qadrli obunachilar, like sizga ham misol uchun pul olmaydi, bizga ham pul bermaydi. Mana ular qarang turishini. Mehnatga bitta bosib qo'yasizlar, bo'ldi. 15,5 milliondan 19 million so'mgacha buqalar bor. Ular ketishini qarang, ketishini, mashalloh. Bir joyga olamiz degan akalarimiz ham chiqib qolishi mumkin. Misol 80 bosh menga o'tdi, Muhammadjon deydigan akalarimiz ham bo'lishi mumkin. Ekran osti telefon nomeri qo'yib ketamiz, aloqaga chiqinglar. Bir joyga ham xudo xolasa kelishgan holda qilib beriladi. Mana buqalarni qarang mana. Mashalloh, bular mana shoxli bo'lganlar, mana bularni ham qarang mana. Suyaklari buzuq-buzuq buqalar. Xullas mana hammasidan bor. Rossiyadan kelgan buqalar. Mana suv ichib turishini ham olib qo'yaylik, mazza tomosha qilib olinglar mana. Buqalarni qarang, orqa oldidan aylantirib ko'rsataveramiz. Sizlar mazza tomosha qilib olinglar. To'qol so'raganga to'qol, shoxlik so'raganga shoxlik, xullas hammasidan bor. Onlayn savdolar aytganimizdek ishlayapti. 24 soat telefon nomerlari yoniq. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, inshaalloh ishlaring bitadi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Qadrli obunachilar, buni qarang. Ha, mashalloh. Shanqab suv ichish kelyapti. Xo'p, mana buqalarni ko'rsatdik. 80 bosh mana alohida Greenford buqalar. Naryoqda 3 bosh avlikolni ko'rsatdik. Telefon qilinglar. 3 boshda alohida otiladigan bo'laveradi. Ekran oshiga telefon nomeri, telefon qilsang narxlamalar yana biz bera olmagan ma'lumotlar bo'lsa, misol shaxsan men ayta olmagan ma'lumotlarim bo'lsa, telefon qilib 24 soat o'ylamay telefon qilaveringlar. Biz bera olmagan ma'lumotlarni bemalol Muhammadjonning o'zi beradi. Onlayn savdo qilamiz desalar ham bo'laveradi. 10 ta, 5 ta, 17 millionligidan 10 ta, 19 millionligidan 10 tani ko'rsatsalar ko'rsatib onlayn savdolar ham ishlayapti. Bittadan mehnatga like gumbulatni qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar uchun bombadan bomba videolar inshaalloh bo'laveradi. Mana bularga qarang. Hamma joy changitib yubordi, ko'z tegmasin. Qadrli obunachilar, shuning bilan sekingina videomizni yakunlaymiz. Lekin sizlar bilan inshaalloh xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda uchrashguncha, like bosganlar, otangga rahmat deganlar uyida kamida 100 tadan shunaqa mollar bo'lsin. Sog' bo'linglar.